Madina-i Munavvara qalblar shahridir. Madina-i Munavvara bu shunchaki shahar emas. Bu yer tinchlik, muhabbat va baraka manbai. Har bir qadami duo, har bir havosi nur ila to'yingan. Bu shahar Rasulullohning shahri. U zotning nafaslari, duolari, qadam izlari singib ketgan muborak makon. Bu yerda yuraklar yumshaydi, ko'zlar yoshlanadi, ruh poklanadi. Har tong bu yerda quyosh salovat bilan chiqadi, har kecha tavba va zikr bilan botadi. Masjidun Nabaviyning har bir ustuni, Ravzai Sharifning har bir burchagi osmon nur bilan yoritilgan go'yo. Madina bu tinchlik va mehr shahridir. Bu yerda hatto shamol ham yumshoq esadi, insonni tinchlantiradi. Har bir salom, har bir duo, har bir qadam rahmat va muhabbatga yo'g'rilgan. Bu yerda yuraklar ya Rasululloh deb to'lqinlanadi. Tillar esa Allohumma solli ala sayyidina Muhammad deya tinmaydi. Bu shaharni tark etgan har bir insonning yuragida esa Madina sog'inchi degan tuyg'u abadiy qoladi.